Va nihoyat katta maydonga kirganimga hech qancha bo'lmadi, lekin 23 milliard topdim. 30 ga kirmasdan bobomdan o'tib ketishim aniq. Albatta, o'taman ham. Janob, yaxshimisiz? Nima shikoyat bilan kelding? Odamlarimiz yetib keldi. Qani ketdik. Bu illatni taktik bilan yo'q qilamiz. Janob, biz keldik. U qutichasidan bitta kumushnikdan olib, tanamga sanchib qo'ydi xolos. Bo'ldi. 10 yillik falancham shu zahotiyoq tuzaldi qo'ydi. Bu mo'jiza. Narx qancha ekan? Bor yo'g'i 9 yuan. 9 yuan a? Mana o'sha joy. Oddiy xalqning peshona terini shilib, o'zini tabibdek ko'rsatmoqda. Jamiyatni zaharlayotgan bunday illatning yashashiga aslo yo'l qo'ya olmaymiz. Uzda Pro studiyasi tomonidan o'zbek tiliga o'qirildi.